Kishtal mahallasidagi namunali xonadonni o'tamiz. Chorvachilik uchun kredit olib, chorva mollar sotib olgan. Hozirgi kunda chorva mollaridan ancha daromad kelmoqda. Sut qatiqlarini sotib, o'zlariga daromad keltirmoqda. Yil boshida 10-15 million daromadga ega bo'lgan bo'lsa, hozir 30-40 million daromad qilmoqda. Bundan tashqari, asalarichilik, dehqonchilik bilan ham shug'ullanadi. Bir ming qoldim bor, nima deyapsiz? Kishtal mahallasidagi namunali xonadonlardan biri Bobonarov Shohjahon xonadoni.